Vag'ay. Shunchalik mehr berasan, gulingga bag'ishsan, yaqin so'tla o'sa beradi, qurtisha beradi paxta. Sana bergan mehrimni 2 yoshlarga berganda boshida kutara beraveradi men lekin. Az bilib qilsa yutadi yoshlarni men. Men yoshlar. Lan yutadi men asli. Oh yaşlar 30 kipkani kurtishganni bildi o'xshaydi men yerda dalsa. Yaşlar assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz yaşlar sal doğrulashtiraman. Hech qisqatmagan yaşlar prosipallar e'tiborsiz qoldi. Hammasini kamchilikdan doğrulaymiz yaşlar. Yaşlı deyivermang. Hang yaşlar. Bugundan boshlab siz meni yaşlım bo'lasiz. Yo'q, emassin, shab yaşlınız bo'laman. Izzat etmang yaşlar. Ish otizlarni, paxtalarni hammasini istab berajekman. Batizni olib qo'yaman. Bu yaşlar unchalik pulim yo'q meni. Yo'q, men sizni men sizga borajakman. Siz mana borasiz? Yo'q, yaşlar izzat etmang, chatnat qoladi. Yaxshi yaşlı deyivermang. Bugun kechda kelaman, tayyorlanib o'tirmizlar bo'ladi, yaxshi. Yaxshi yaşlar. Men yaşlı oldum yok şab yaşlı. Men yaraşadı 30 yürüyüş 30 men için men jülü 30 idiler bak umuna gindi karattır. Men jülü paxta idiler. Yan başta filmin hemmesinin birini kırçamam bak. Masud emin düredim bola indi sonu benden soydu bola. Hey, doğala bir şey atı soğarıp. Otlan orunla. Neden yaraşadım bana yaşlı oruç? Aa canım. Canım dedi, canın alamana sen 30 ahvalına kal, paxtalarım kurt basıp ketken. İna bu otlan ahvalına kal, meni boyumdan beren. Sen 30 neplep bilmeyeyim, men nişe mepleredin. 24 saat vaqt vereme, işin onu taklisan hazır. Gittim ben, oturuşuna karasa. Azandaki bedelen nereye gittim? Hem ben maqtan çıkmadım, yaşlı oldum dep. Bir günlük egen ben. İndice deme. Toxta, hem gala bak ha. Helam baxtıma, mabet koba. Alo. Ağa, assalamu alaykum. Ağa, benim mamamni helat bermeseniz bo'lmaydi. Ne mamman mı? Paxta tizimni o'rgimchakkani begona o'tla basib yotibdi. Ya o'rgimchakkaning uchun yana Spazin Plus 28% preparatimiz bor. Bu preparat gektarına 300 gramdan sarflanadi. Begona o'tlar uchun qamish suvi tozaligi uchun yana grasidim 36% herbitsidimiz bor. Bundan tashqari bizlarda misol uchun sholi uchun ham mana Rem 35% dedi, chigen uchun. Bundan tashqari bizning do'konimizda shu fermerlarimiz uchun hamma preparatlarimiz do'konda mavjud. Yaxshi hamma narsa bor ekan sizdan. Nisha bilsem bir kez kimlarni chaqirding, shatling 30 otlarini. Canım yaşlı. Qarang bizlar mamoni hal etdim. Mobetko firmasından bizlarga gaytlar bo'lgan hamma dorilarni dastlabki paket berdi. Mamamiz hal bo'ldi. Yaxshisi, dori aytgan bo'lsalar sen 30lara suv achaver bor. Kelaman bir zamonda. Qarang, sizlarni Mobetko firma boshqa yerlardan filiallar bormi? Bu ko'rgandan suyulib ketaveradi-ku bu. Biz aytib o'zi fermerlar shuni suyib bo'ladi deb. O'ylay.